Assalomu alaykum. Rus tili tekshiramiz videolariga xush kelibsiz. Bugun biz siz bilan oilaviy hayotda ishlatiladigan qiziqarli va hayotiy so'zlarni o'rganamiz. Mavzuimiz вредная жена, ленивый muj, zahar xotin va yalqov er. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ленивый. Yalqov dangasi. Мой муж очень ленивый, он ничего не делает. Mening erim juda dangasa, u hech narsa qilmaydi. Вредная. Zahar shaxsi. Его жена очень вредная, она всегда спорит. Uning xotini juda zahar, u doim bahslashadi. Лежать на диване. Divanda yotmoq. Муж целый день лежит на диване. Kun bo'yi divanda yotibdi. Жаловаться. Shikoyat qilmoq. Жена постоянно жалуется на жизнь. Xotin doim hayotidan shikoyat qiladi. Ругаться. Urishmoq, janjallashmoq. Соседи часто ругаются из-за денег. Qo'shnilar pul tufayli tez-tez janjalashib turashadi. Обижаться. Arazlamoq. Жена часто обижается на пустяки. Xotin mayda-chuyda narsalarga ham ko'p arazlaydi. Спорить. Bahslashmoq. Хватит спорить со мной. Men bilan bahslashishni bas qil. Терпение. Sabr. У этого мужа очень большое терпение. Bu erning sabri juda katta. Мириться. Yarashmoq. Они всегда быстро мирятся. Ular har doim tezda yarashib olishadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Izohlarda yozib qoldiring. Как вы думаете, кто чаще обижается, муж или жена? Sizningcha kim ko'proq arazlaydi, ermi yoki xotinmi? Keyingi darsgacha xayr, ko'rishguncha.